Ajoyib jang bo'ldi. Mana Tayson hamda Kamil Karate o'rtasida dovdir sodir bo'lsa-da, har holda Golddan ko'ra ancha chiroyli jang ko'rsatdi. Turib oldi 2 raund. Bu yerda endi tan olish kerak, Kamil Karate ancha tajribaga ega, Tayson esa mushaklarga ishongan holatda chiqqan. Mushaklar bu sportsmen odatda yaxshi tushunish kerak. Ishkan mushaklar tez charchaydi. Bu yerda Taysonning charchab qolganini ko'rishimiz mumkin. Albatta jang chiroyli bo'lmasa-da 2 raund yarab chidab berib tura oldi. Golddan o'zaro farqi Goldga umuman imkon qoldirmagandi. Bu yerda Tayson ancha harakat qildi. Tirishqoqligi bilan Tayson haqida nima ham deyishimiz mumkin. Harakat qilsa albatta bundan ham qanaqadir yaxshi jangchilar chiqadi. Maqtama hunaring oz bo'lyapti bu yerda. Biroz Tayson o'ziga nisbatan g'alatiroq bo'lsa-da, pingvinga o'xshab harakat qildi. Yolg'iz pingvinga o'xshab. Shuning uchun azizlar, har doim g'alabaga erishish yo'lida tinimsiz kurash o'tadi. Mashqlar, harakat bo'ladi. Bundan da yaxshi janglarni kutib qolamiz.